alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, Agro Export kanalini obunachilari. Shu daraxtni tepasiga chiqib olib paymant qilyapman. Yashil chuqurga qora novda. Daraxt endi sog'lom bo'lgani uchun paymant qilyapman. Shu belgi nishonasi bo'ladi. Bu yangi bir sort. Mana yunilgan, tayyor. Salgina xira ko'rinishi mumkin kamerada. Mana yashil bo'lib turibdi. Nimasi qalamcha xolodilnikda saqlangan bir xil holatda. Mana shuni hozir chuqur ustiga ulayman. Va ulangan novda ulangan yashilga qora qalamcha ulangan. Bu yerda ham yashilga qora qalamcha ulangan. Endi bunaqa endi xudo xolasa ulaymiz. Mana yashilga qora novda shuni strichda o'rab tayyor qilaman. Kamerada salgina muammo bo'lyapti. Kamerachi yo'qligi uchun yashilga novda strich o'raldi. Bu gidetda 20 kun ichiga kurtak yorib chiqadi. Kurtak yorib chiqadida shu kurtakdan yashil novda chiqarib turib, yashil chuqura kelasiga shu qora novdani anaqangi kaltak bo'lib turib, mana shu yerda pishib boshlaydi. Paymantni joyi mana bu yerni tozalab turiladi. Mana kurtak joyi, bargi orasida kurtak joyi bo'ladi. Shu kurtak joyini tozalash kerak bo'ladi. Va mana strichda o'rash kerak. Mana bu liniyaga to'g'ri kelmash kerak. Agar bu kurtak ko'klarga joydan nima qilinsa, pateriya ko'p bo'ladi. Yashilga yashil chuqur bo'lganda taqdirda ham yashilga qora qalamcha taqdirda ham agar biron kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman sizlardan. Salomat bo'linglar, tashakkur.